Qarshida Mercedes GLS Maybach avtomobili bu oddiy avtomobil emas, bu maqom, innovatsiya, hashomat to'g'risida har bir narsa. Hurmatli obunachilarimiz, bu avtomobilni faqat his qilish kerak, o'shaning uchun obzorni boshladim. Mana buni qaranglar, eshikni ochib berganda u kim birinchi chiqib keladigan parok va orqa ikkita kapitanskiy sideniya, har bir sideniyamizda massaj, ventilyatsiya, obogreflari mavjud. Ikkita monitor, u yoqda xolodilnik, molodilnik aytib o'tganimdek eng full opsiyada avtomobil. Hamma ko'rsatgan narsa bu mashina sakrashi, lekin ichida o'zini mashinaning egasi qanday his qilishini hech kim sizlarga aytib bermagan. Mana hozir e-body aktiv kontrolimiz yo'q va avtomobil tasavvur qilinglar, qumdan chiqib ketyapti. Bu avtomobilga juda ko'p yumshoqlik beradi, lekin mana bunaqa sakratib yurish bo'lmas ekan. Sababi ovqat yegan bo'lsangiz ko'taraveradi. Hurmatli obunachilarimiz, tinchgina rulga o'tirib tez drive boshladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. GLS 600 Maybach avtomobili eng full opsiyada hamma narsasini podrobno bir ko'rib chiqamiz. Hozir mana birinchi op Maybach rejimga qo'yamiz. Bismillah deb test drive boshlaymiz. Avtomobilimiz Maybach rejimda juda yumshoq yuradi, yurmaydi, suzadi hurmatli obunachilarimiz. Avtomobilimiz plavniy, ayoqda atirlari bor, hozir bilmayman gazni bosgangami. Butun mashinadan shunaqa приятно hid kelyapti. Prям Maybach yo'l tanlamas mashinalarning ichida keyingi bir nima deydi, urinligini shundoq bildirib turadi. Ishonaveringlar hurmatli obunachilarimiz, chunki bu mashinaning yurishlari ham mana hozir to'lqinli yo'llar, lekin avtomobilimiz vobshe suzib, o'zini shunaqa olib ketyapti. Faqat rohatlanasiz bu avtomobilda. Har bitta detali bu avtomobillar hashamat to'g'risida baqiradi hurmatli obunachilarimiz. Gapirmaydi ham, imенно baqiradi. Chunki salonni o'zini qaranglar. Bitta abdufabogref sideniya, burmester akustika, head-up display. Endi Maybachni o'zimizni stilda sportga qo'yamiz-da. Sportda ham yurishini ko'rsak, avtomobil Maybach bo'lgani bilan ham hurmatli obunachilarimiz, sportda ham avtomobil jo'skiy deyolmayman. Chunki mana yo'llari avtomobil o'zini juda yaxshi tutyapti. Bu avtomobil наличный zakaz, hammani avtolizada tutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.